Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, kirib kelayotgan Qurbon hayiti hammangizga muborak bo'lsin. Qurbon hayiti munosabati bilan Bilol Qassob akamizning fermalaridamiz, hurmatli obunachilar. Sotiladigan qo'chqorlar, buqalar bor. Bugun sizlarga shularning obzorini qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, bu yoqda bo'lsa, ko'rib turganingizdek 230 kilodan 650-700 kilogacha buqalarimiz bor. Mana hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Kelasizlar, tabiiyligiga qarab qo'chqor yoki buqani tanlaysizlar. Hurmatli obunachilar, u yoqda bo'lsa mana qushxonamiz bor. Mol ham ovora bo'lmaydi, sizlar ham ovora bo'lmaysizlar. Shu yerda o'zi so'ydirib, upakovka qilib, paketga solib berib, olib chiqib ketasizlar, xudo xolisa. Bemalol kelaverasizlar. Hurmatli obunachilar, manzilimizni Zangiota tumani Kichkina ittifoqda. To'liq ma'lumot olish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' salomat bo'linglar.